O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi haqida barcha faktlar. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi mamlakatda qonunga rioya etilishi uchun mas'ul bo'lgan asosiy organlardan biridir. Uning asosiy vazifasi davlat organlari va mansabdor shaxslardan tortib korxonalar va fuqarolargacha bo'lgan barchaning qonun hujjatlariga rioya etishini nazorat qilishdir. Oddiy qilib aytganda, prokuratura qonunning qog'ozda emas, real hayotda ishlashini nazorat qiladi. Bosh prokuratura huquqni muhofaza qiluvchi organlar, tergov tuzilmalari, surishtiruv organlari va jinoyatchilikka qarshi kurashuvchi boshqa xizmatlar faoliyatini muvofiqlashtiradi. Aynan shu yerda murakkab va shov-shuvli ishlarni tergov qilishda yagona yondashuv ta'minlanadi. Alohida yo'nalish jinoiy ta'qib. Prokurorlar sudlarda davlat ayblovini qo'llab-quvvatlaydilar. Tergovning qonunligini, gumon qilinuvchilar va jabrlanuvchilarning huquqlarini buzilmasligini nazorat qiladilar. Muhim vazifasi esa fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishdir. Bosh prokuratura murojaat va shikoyatlarni ko'rib chiqqach, korrupsiya, mansabni suiiste'mol qilish, mansabdor shaxslarning noqonuniy qarorlari va harakatsizligi holatlariga munosabat bildiradi. So'nggi yillarda shaffoflik va hisobdorlikka e'tibor kuchaydi. Jamiyatda tekshiruvlar, taqdimnomalar, jinoiy ishlar va prokuraturaning rasmiy bayonotlari, ayniqsa korrupsiya, yer, davlat xaridlari va ijtimoiy sohalar bo'yicha tobora ko'proq muhokama qilinmoqda. Bosh prokuratura shuningdek qonunlarni ishlab chiqish va tahlil qilishda ishtirok etadi. Tashabbuslarga huquqiy baho beradi, ularning konstitutsiya va davlat manfaatlariga muvofiqligini kuzatib boradi. Bugungi kunda bu organ ilgari ko'pincha tasavvur qilingandek shunchaki jazolovchi tuzilma emas. Uning roli tobora davlat, biznes va jamiyat o'rtasidagi huquqiy muvozanat tomon siljimoqda. Odamlarning qonunga ishonchi, sud tizimining adolatligi, mamlakatda haqiqiy qonun ustuvorligi bosh prokuraturaning qanchalik samarali ishlashiga bevosita bog'liqdir. Aynan shuning uchun uning faoliyatiga e'tibor bu alohida idoraga qiziqish emas, balki umuman davlat qanday ishlayotganiga qiziqishdir. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib bormaslik uchun boshqaruv.uz ga obuna bo'ling.